Bismillahirrohmanirrohim. 3-darsimizni, ya'ni o'zbekcha matnni arab tiliga tarjima qilib beramiz, ya'ni 3-mashq. Qalamtaroshni ber. Ya'ni fe'ldan boshlaymiz, buyruq shakli bilan kelganda, aksar holatlarda buyruqdan boshlaymiz. Ya'ni ber degani, ya'ni hati degan kalima keldi bizda. Qalamtaroshni deganda bu mibrotun edi. Endi ikkalasini qo'shganimizda qalamtaroshga alif lom qo'shib aytamiz, ya'ni hatil mibrota. Hatil mibrota. O'sha mibrota deb tugatishligimiz, ya'ni buni kalimani oxiridagi n ma'nosini beradi. Kursiga o'tir. O'tir degani uqud. Kursiga deganda kursiga mana bu gani birinchi aytib olamiz. Ya'ni kursi keyin ga demaymiz o'zbek tiliga o'xshab, ya'ni birinchi ya'ni kursini qayerga o'tiradi? Ustiga. Shu alani aytib olamiz kursidan oldin. Bundan oldin esa birinchi o'tirdi aytamiz. Uqud alal kursiyi deb aytamiz. Uqud alal kursiyi. Xonaga kir. Kirmoq so'zida aytdikki, nimada ichida ga degan ma'no bor. Shuning uchun alohida xonaga ila yoki fi degan qo'shimchalarni qo'shib o'tirmaymiz. Ya'ni udkhulil hujrata deb aytaveramiz. Hop, partaga o'tir. Parta ya'ni maq'adu tilmizi. O'tir, uqud. Birinchi uquddan boshlaymiz. Uqud ala maq'adi tilmizi. Uqud ala maq'adi tilmizi. Maq'adi tilmiziga maq'adu tilmizidagi maq'ad kalimasiga alif lom bermaymiz, sababi izofa bo'lganligi uchun. Buni batafsil ma'lumotlarini inshaalloh grammatik darslarimizda kengroq to'xtalib o'tamiz. Hozircha mana shu ma'lumotni o'zi kifoya qiladi inshaalloh. Sizlarda ya'ni yo'q ma'lumotni aytib chalg'itmaslik maqsadida sababini keltirmay turamiz. Ya'ni bu arabchasi nima bo'ldi? Uqud ala maq'adi tilmizi. Hop, kitobni o'qi. O'qi, ya'ni iqro. Kitobni degani al-kitaba. Jamlasak iqro'il kitaba bo'ladi. Bu kim? Yani odatda savol bilan boshlaymiz. Bu so'roq kalimasi qatnashgan jumlalarda, ya'ni kimdan boshlaymiz? Man hada? Bu nima? Ma hada? Daftar. Kurrosatun. Bu nima deganda endi buni kurrosatunga nisbatan ishlatganimizda kurrosatun muannas bo'lganligi uchun buni ham muannas shaklini ishlatamiz. Ya'ni ma hada emas, ma hadihi deb ishlatamiz. Ma hadihi kurrosatun. Darsni o'qi. Darsni degani ad-darsa bo'ladi. O'qi, iqro. Ya'ni iqrodan boshlaymiz. Iqro'id darsa. Iqro'id darsa. Bu yerda kim o'qiyapti? Hop. Nimada kim o'qiyapti deganda, ya'ni so'roq nimasi ma'nosi tushunilyapti bu yerda. Shuning uchun mana bu kimdan boshlaymiz. Biz aytdikki, so'roq olmoshlari arab tilida doim birinchi bo'lib keladi. Man yaqra'u deymiz, ya'ni kim o'qiyapti deb olamiz. Man yaqra'u bu yerda endi oxirida berib qo'yamiz. Huna. Man yaqra'u huna. Chizg'ich qayerda? Aynal mistaratu. Mistaratun chizg'icha. Aynal mistaratu. Bu yerda. Huna. Darsni fahmla. Fahmla, ya'ni fahima yafhamu ifham. Ya'ni uchinchi shaklini olamiz. Buyruq shakli bo'lganligi uchun. Ifham darsni degani ad-darsa. Ikkalasini qo'shib aytganimizda ifhamid darsa bo'ladi. Kim yozyapti? Yozyapti degani yaktubu, ya'ni. Birinchi kimdan boshlaymiz? Ya'ni man yaktubu. Man yaktubu. Kim o'qiyapti? Man yaqra'u. Man yaqra'u. Kim darsni fahmlayapti? Hop. Endi
kimda aytib olamiz. Birinchi savol bo'lganligi uchun keyin darsni aytmaymiz. Nima deymiz? Fahmlayaptini aytamizda, darsni oxirida aytamiz. Ya'ni bajarilmish, qilinmish bo'lgan kalima, ism, ya'ni fe'ldan keyin keladi. Ya'ni fahmlayaptidan keyin aytamiz arab tilida. Man yafhamu ad-darsa, ya'ni man yafhamu ad-darsa. Kim xonaga kiryapti? Bu yerda ham kimni birinchi aytib olamiz, keyin kiryaptini aytib, keyin xonagani aytamiz. Man yadkhulul hujrata. Man yadkhulul hujrata. Salim darsni o'qiyapti. Salim birinchi aytib olamiz ismni, keyin fe'lni aytamiz, keyin qilinmish deyiladi, ya'ni bajarilmay turgan ish, ya'ni nima o'qilyapti? Dars o'qilyaptimi? Darsni oxirida aytamiz, ya'ni fe'ldan keyin. Salimun yaqra'u darsa. Salimun yaqra'u darsa. Hop, bugungi darslarimiz shu, inshaalloh. Yana g'oyibona diydorlashguncha Allohga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.